Assalomu alaykum. Xullas. Nima bo'ldi bugun 5-oy 29-may 2026-yil. Bizda o'ta ko'p to'xtalishlar bo'ldi. To'xtalishlar o'tgan hafta tugagandi, lekin o'tgan hafta ikkita video ham olgandim, lekin uni joylay olmadim. Sababi joyladim, joylamadim emas, joyladim, lekin yo'q. Ya'ni aytganim mikrofon yoqmayapman. Просто mikrofonsiz gapiribman. Video qilingan gap yo'q, ovoz yo'q. Xullas, hozir ovoz yoqdik. Xo'p. Nima bo'ldi? Endi nima bo'lgani haqida gaplashamiz. Xo'p. Bizda tizim borligini qayta-qayta aytyapmiz. Xo'p, bizda tizim barcha kerak bo'ladigan ma'lumotlar bor. Moqchimanki, barcha ma'lumotlar bizda bor-da. Ya'ni biz o'zimiz savdo bo'yicha barcha ma'lumotlar bor. Bizdagi market struktura, supply demand, market inflections, momentum, liquidity va candlestick pattern. Xo'p, biz bu bilan savdo qildik. Qancha vaqt savdo qildik? O'sha hisobda mana shu yilni boshidan beri boshlagan bo'lsak, 14-yanvarda boshlagan bo'lsak, 29 bo'lsa 5 oy bo'lgan. 5 oy ichida biz nimalar qildik? 5 oy ichida biz bo'lgan ma'lumotlar o'rgandik, tizimga soldik, tizimni yaratdik va u tizimda biz bildikki, bu tuzgan tizimimiz bizda faqatgina, ya'ni anavidan tuzilgan edi. Ya'ni videoda ko'rib tuzilgan tizim edi. Biz ham bu videoda ko'rgan tizimdan chetga chiqmadik. Lekin har bir odamning o'zining individual tizimi bor ekan. Qilish kerak ekan degan g'oya. Xullas, biz ketma-ket ziyondamiz. Ketma-ket, ya'ni oddiy odam просто o'ylasa, просто anavi haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni agar gaplashsak mana bu haqida, xo'p, mana buni ko'rsalaring bo'ladi. Oxirgi 17 ta savdo, oxirgi foydadan u yog'i 17 ta savdo barchasi ziyonda. Biz bundan nimalar qildik? Xo'p, biz tizimga amal qildikmi? Amal qildik qisman. Aniqini bilmayman, chunki u payt, nimadir, xullas. Shunaqa muammolar bo'lib qoldi va ketma-ket 16 ta ziyon. Ular qaysi bir tizimga mos, qaysi bir tizimga mos emas, lekin baribir ham bizda 16 ta minus savdo. Va men yangi g'oya zaybal o'sha o'zim aytib, o'zim anaqa qilayotganimdek xuddi yana aytmoqchimanki, men shunday narsa ishlab chiqishim kerakki, ya'ni o'zimda shunday tizimni ishlab chiqishim kerak. U tizim shunday bo'lsinki, unda aniq qadamlar bo'lsin. Ya'ni aniq qadamlar, aniq harakatlar, qanday bo'lsa qanday qilaman degan harakatlar aniq bo'ladi va men savdo qilaman. Va o'shanda meni hech qanday chalg'itishlar, yangi strategiyalar yoki qaysidir yebanti videoni ko'rib, to'xta bunday qilsanchi degan g'oya kelmasligi uchun. Va men o'zimga yozib oldim, ya'ni yozdim. Hech qanday yangi video, yangi strategiya, yangicha o'qishlar, market strukturani boshqacha o'qish yoki temir zonani boshqacha yoki support resistance strategiya, xullas qolgan SMC, AST, shunga o'xshagan strategiyalar yo'q. Ular barchasiga yo'q dedim. Ular ham ishlashi mumkindir balkim. Men ishlamaganman ularda. Support resistance ishlaganman, lekin
u bilan buni chalib ketyapti. Ya'ni shu 16 savdoda sport resistance bo'yicha savdo qildim. Liquidity sport resistance'ga qo'shib aralashtirib savdo qildim va barchasi ziyon bo'ldi. Endi qiladigan ishim shundayki, ya'ni qilayotgan ishim shunday tizim tuzayki, u tizimda hamma narsa ketma-ket. Ya'ni shunday bozorga kirganimda, mana shunday chartni ko'rganimda qolib ketmay, voy, nima qilaman endi? To'xta, nima qilaman? Mana bu berish ekan. Nima qilaman? Mana bu yerda nima bor ekan? Mayli. Xullas, bu yerda zona bor ekan. Nima qilaman bu zonada? Emas, to'xta. Qanday harakat qilaman? Nima qilaman? degan savollar bilan. Xullas, chart ochgan nima qilishni bilmay qolmaslikda maqsad. Ya'ni men shuncha video ko'rdim. Agar qachondir bu videoni ko'rayotgan bo'lsalar, agar qaysidir bosqichdan o'tib ko'rayotgan bo'lsangiz, shu gapimni tushunyapsiz. Moqchimanki, har qancha video ko'rmagin, har qancha shorts yoki polli video YouTube'dan darslik qanaqadir strategiyalar ko'rmang. Bizni o'zimizni ustozimiz, ya'ni YouTube'dagi ustozimiz aytyaptiki, hamma strategiya ishlaydi, faqat bittasini ishlatish kerak. Ya'ni ehtimollikni bitta yig'ish kerak. Ya'ni shu narsani doimiy qilish, yutqazish foizini bir xilda olib ketish. Ya'ni ikkita strategiyani birdan qo'llansa, yutmaslik foizlari, ya'ni yutish foizi kamayib, yutqazish foizi ko'payaveradi. Bitta strategiyani olsak, yanada yaxshiroq kirishga olib keladi. Ya'ni shu strategiya asosida yaxshiroq kirishlarni olib keladi. Xo'p, endi nima deymiz? Endi nima qilamiz? Xo'p, endi gapga kirishaylik. Men nima qildim? Men tizimdan ketmadim. Sizlarga ham tizimdan ketishni maslahat bermayman. Men tizim asosida просто reja tuzdim. Mayli, bu rejani 1 oylik reja qildim va iyunning oxirigacha shu rejani davom etaman. Bu reja bo'yicha birinchi hafta tugadi. Mana bugun juma. Balki savdo qilganim yo'q. Mana bugun tugadi. Juma kuni birinchi haftasi tugadi. Xo'p, nima bo'ldi? Birinchi funditsional asoslar tanlab olish bo'yicha gap ketdi. Qanday gap ketdi? Men tanlab oldim 7 ta. Ya'ni 7 ta degani bilan 8 ta, 9 ta aslida bu yerda. 9 ta degani bilan bizda DXY bitta indeks shunchaki USD paralarini ko'rish uchun. Xullas 8 ta asoslarni tanlab oldim. Meni tizimim bo'yicha. Xo'p, keyin nima qildik? Risk management. Asosiy 3 ta qism bor. Xo'p, risk management haqida u o'zgargan yo'q, hali ham o'rtacha hisob 3/1, risk profil 3/1, 1%, g'alaba mag'lubiyat nisbatini hisoblaymiz. Albatta, u g'alabada unga to'liq e'tibor berganimiz yo'q, g'alaba mag'lubiyat nisbati, chunki UFAFishda 16 ta savdodan beri mag'lubiyatdaman. Xo'p. Dispersiya, xavfga duchor bo'lish yo'q. Ular deyarli yo'q. Chunki ketma-ket savdoga kirganim yo'q, kirmayman. Yana bizda xavfli savdo 2-3%, katta risk qilganim yo'q, 1% risk, korrelятsion xavfga qilganim yo'q. Bular shu joyda turibdi. Tizimda bu joyda turibdi. Endi men qilayotgan narsa texnikal analizda men market strukturani aniqlayapman. Shunchaki Vek, Day, To'rhash, Vahash qolganida. Supply zona, shu zonalarga chizyapman. Market efficiency degani, buni alohida darsimiz bor, unda haqida ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. Market efficiency oddiy. Xo'p, momentum ishlatyapmiz. Momentum biz savdoda plus minus. Xo'p, candlestick pattern bizda katta ahamiyatga ega. Liquidity savdosi haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni biz
juda ko'p likvidlik savdolar bor va biz faqat bittasini oldik. Ya'ni bizda likvidlik savdosida 2 xil kirish yo'li bor edi. 2 xil kirish yo'li bizni chalg'itishga olib kelgan. Ikkinchi usuli trend liniya bo'yicha yo'q. Birinchi mana bu kirishni oldim, ya'ni ikkita usuli bor degandik. Birinchi usul mana shu usulni oldik biz liquidity savdosida. Ya'ni boshqa usul qilmayapmiz. Faqat mana shu usulga mos bo'lgan bozorni ko'rganimizda savdoga kiryapmiz. Xo'p, endichi endi trade management hozircha trade management doimgidek shu gapda qolib ketyapti. Chunki ishonyapman, ya'ni yo'qotmasligimga 25, 50, 75%. Stop trailing yoki qisman foydalanish qoidalar. Yangilik payti umuman bozorga kirganim yo'q. Rost, mana yangilik payti bozorga kirganim yo'q. Masalan, men bozorga kirmoqchi bo'ldim. Qachon? Euro audio kuni, ya'ni audioni yangilashlar chiqdi 6:30 da. Mana bu vaqt audioni yangiliklari chiqdi. Mana bu joyda men o'yladimki, mana shu payt mana sham hosil bo'ldi. Mana bekorchilik shami, ya'ni doji sham hosil bo'ldi. Ya'ni men o'yladim-da, berish ketadi dedim-da va men shunchaki savdoga kirib qo'ydim. Ya'ni men bu yerdan savdoga kirib qo'ydim. Lekin men bu yerdan bunday savdoga kirib qo'ygandim. Lekin yangilik vaqti bo'lgani uchun men chiqib ketdim-da. Bu qoidaga amal qilish. Ya'ni qizil papka yangiliklari, ya'ni o'sha payt retail sales, ya'ni foiz stavkasi, audio uchun foiz stavkasi e'lon qilinayotgan edi va o'sha vaqt chiqib ketdim. Foyda chegarasi likvidlik hech qachon bir xil narsani sotmang. Sotib olmang-da, u ham oddiy psixologiya, shu psixologiya. Xo'p, birinchi hafta qanday o'tdi? Birinchi hafta qanday o'tdi deganda gapga bitta javob beraman, zo'r. Prям zo'r. Shunchaki hozircha yo'q. Bundan keyin ham zo'r bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri natijalar yo'q. Naborot $3,5 ziyondaman. O'zi 4650 -7% ziyondaman, qo'ysin ham. Xo'p, lekin nimaga zo'r? Xo'p, biz mayli natijaga qarab o'z chiqarmaylik degan. Bir haftada o'zgarib qolmaydi, chunki bir oy deyarli bu proshodni yanvarda olgan bo'lsam deyarli va aprelda o'tgan bo'lsam, manadan birinchi imtihonidan, ikkinchi imtihonidan aprel boshida boshlagan bo'lsam, deyarli 2 oydan beri minusga kirib kelayotgan shotni bir haftada olib chiqib ketish qiyin. Olib chiqib ketsa bo'lardi, qiyin mayli. Va natijaga bog'lanish xato degan narsani men bu o'qib chiqishlaring kerak deb o'ylayman. Qani yutqazishni 5 ta sababi haqida oxirida gaplasha qolaylik. Xo'p, nima bo'ldi birinchi hafta? Xullas, men shunchaki chart ochdim. Va men bu joyda kirishni istayapman hozir. Chunki men bu yerda bo'lish bo'lgan hozir savdo juma-ku bugun. Men yerda vanhashlik bos bo'lgan. Vanhashlik bos. Xo'p, keyin oldi. Keyin men qaytib kelyapti. Bizda yo'q, mana shu yerda ekstremal zona bor. Ekstremal zonaga narx kelyapti. Ekstremal zonaga kelyapti. Xo'p, to'g'ashda ko'ramiz. To'g'ashda nima bo'lmoqda? To'g'ashda ham shunday ekstremal zonaga kelmoqda narx. Momentum qisman past, lekin kuchli ham desak bo'ladi. 15 minut shamda ko'ramiz. Momentum kuchliroq. Ko'ramiz weekly time nima demoqchi. Weekly time ya'ni weekly time berish kontrol bozorda hozircha.
berish kontrol agar bo'lishga o'tmasa yoki yana orqasiga ozgina qaytarmasa qaytarilishi mumkin. Xo'p, birinchi xato haqida keladigan bo'lsak, nima qildim? Hop, Euro USD haqida gaplashamiz. Euro USD Euro USD mana bunday holat bo'ldi. Bizada weekly time frame bor edi, ya'ni bu haftaga qaratmaylik weeklyni. Hop, bizada weekly time bor. Shunchaki weekly time'da hisoblasak, bizada mana bu yerda ko'rib turganimizdek boss bo'lgan o'sha yana boss bo'lgan, ya'ni bizada o'sha berish trend. Va berish trend bizada weekly time frame'da mana bu yerda weekly time'da mana bu yerda nima bor? Diamond zona bor va diamond zonadan narx kelib qaytgan. Okey, qaytgan. Mana noning shamni ko'ra olamiz. Ya'ni bugun bu hafta mana bu sham bo'lsa, mana bu ikkita sham, ya'ni общий trend berishligini bizga ko'rsatib turibdi va bizda shamlar nimani ko'rsatmoqda? Va bizda haftadan 2 hafta oldingi sham mana bu kuchli berish sham va undan keyin shunchaki oddiy pinbar emas bu oddiy sham, ikki yoni teng, hech qayerda hech qanday anaqasi yo'q sham, ya'ni nimaydi, kuchga ega emas sham. Lekin qisman berish kuchli, chunki berish trend boshlangan, berish kuchli qilinib turibdi va bizda day time frame o'tdik, demak weekly berish. Va bizda weekly day time frame o'tdik, day time frame bizda bullish. Bullish bizda mana bu yerda diamond zona bor. Va bizda diamond zonagacha narx ketish kerak edi. Narx ketish kerak edi. Va bizda hozircha berish trend emas, day time frame'da bullish trend bo'ladi va biz mana bu yerdan tepaga qarab olishimiz mumkin bo'lar edi, lekin hozircha yo'q. Hop, 4 ya'ni 4H ko'tarib, 4H bo'yicha hisoblagan bo'lsak, 4H bo'yicha mana bu yerda boss low, 4H'lik low, hop, low bo'ldi. Bizda mana bu yerda oshib o'tsa, demak 4H'lik bo'lish ko'tib ketadi. Buni pastgacha yana keyingi low hosil bo'lgan bo'ladi. Hop, biz demak shunday ketma-ketlikda shunchaki mana trendni aniqladik. Sham bo'yicha trendni aniqladik. Shamlar nimani ifodalayotganligini aniqladik, ya'ni nima kuchli, nima bo'lyapti bozorda. Keyin nima qildik? Xo'p, biz shunchaki 1H ga o'ta qoldik va 1H'da bizda nima ko'rinayotganini ko'rib turibmiz. 1H'da mana bu yerda low bo'lgan, o'g'ay turibdi xullas. Bizda juda kuchli mana bu yerda liquidity to'planib turibdi, ko'rgan bo'lsak. Ya'ni bu yerda teng narxlar tepaligi va bizda tepada ekstremal supply zona turibdi 1H'da. Va biz ekstremal supply zonada 1H'da savdoga kirdik va normalniy savdo bo'ldi mana shunda. Va men o'sha paytda $4650 bo'lgan bo'lsa, 4930, ya'ni $280 foydada edim. 0.4 lotda kirgandim. Mana shunday holat edi. Wow. Lekin men stop take profitimizni mana bu yerga qo'ygan edim. Va narx o'yini olmadi va yana tepaga qaytib ketdi va biz yopishga majbur bo'ldik mana bu joyda. -$3 bilan. Shunchaki aytmoqchimanki, mana shunday ketma-ketlikda. Va bu hafta bizda yaxshi savdolarda, ya'ni qisqa bo'ladigan savdolarda, ya'ni men chorshanba kuni, dushanba, seshanba bozorda bo'ldim. Chorshanba kuni uyga ketdim. Uyda 2 kun yurdim. Mana hozir yana kelyapman. Ya'ni deyarli 3 kun bozorda bo'lganim yo'q. Va men ko'rib turibman, mana bu joyda men o'ta yaxshi ko'rinib turibdi. Ko'rgan bo'lsangizlar. Ya'ni bunda ham oddiy holat. Hop, bizda nima bor? Qolganlarni ko'rsatsam bo'ladi, qolganlar lekin aniq savdo qilish trendni to'g'ri aniqlaganmiz. Prosta savdo qilishga
imkon bermadi va mana bu imkon berganlarni ko'rsatmoqda. Xo'p, weekly time'da nima ko'rsatmoqda? Weekly time is berish mana bu yerdan, mana bu yerda demit soni va demit sonidan narx qaytmoqda. Ko'rib turibsiz-a? Xo'p. Ko'rib turibmiz va oxirgi sham bizada mana bunday kuchli sham. Ya'ni bizada oxirgi sham mana bu bo'lish sham, lekin undan keyingi sham shunchaki doji sham. Ya'ni shunchaki ustida yuqori soyasi bor berish sham. Pinbar berish, pinbar sham va bizda day time frame o'ta qoldik. Day time frame bizga nima demoqchi? Ya'ni day time frame bizga nima demoqchi? Day time frame bo'sh bo'lgan, ya'ni mana bu yerdan bo'lish bo'lgan bo'lsa, bo'lish va ko'ribsizki, mana bu yerdagi demit sonidan qaytmoqda narx. Ko'rib turibsiz-a? Mana bu berish narx tushdi, ko'tarildi, bo'sh, berish, mana bu yerda ekstrem zonadan qaytmoqda. Xo'p, daily ekstrem zona, demak daily time berish. Bu birinchi videomiz, to'g'ri ayta olmayotgan bo'lishim mumkin. Berish. Biz 4H ko'rdik. 4Hda mana bunday bo'lib, mana bu joydan low hosil bo'lgan va bizda ekstremal zona bitta oddiy suprezona va ekstremal suprezona. Biz ekstremal suprezonadan bozorga shunchaki kirishimiz mumkin bo'lar edi. Va biz mana bu yerga qo'yamiz va to'g'ri foyda bilan chiqamiz bugun. Lekin buni ham bozorga kirganim yo'q. Chunki nimaga? Shunchaki bozorda emas edim. Bo'ldi. NZD USD. Biz ekstremal bizada eco low liquidity joy bor edi va bizada weak. Ya'ni prosta chiqmoqchi edi. Yangilik chiqdi. Buni yangilik vaqti qilsa bo'lardi, lekin negadir qilmabman. Xullas, mana bu joydan berish bo'lgan bo'lsa, va berishda o'tmishda aytib berish juda oson. Lekin bu bizda savdomizga o'ta mos keladigan harakat bo'lgan. Ya'ni aytmoqchimanki, yangilik vaqti kirilmagan. Shunchaki yangilikdan keyin kirilgan. Va o'ta yaxshi kirilgan. O'ta yaxshi risk roverda ko'rib turibsiz-a. Xo'p, bizada ko'rinib turibdiki, bizada mana bu low high. Xullas, mana bu joyda low high turibdi va bizada bu yerda boss bo'lgan va bizda ekstremal demit zonadan shunchaki savdoga kirilgan. Mana bu holat. Bo'ldi. Va bu holat nechta 630 ga to'g'ri kelgan ekan. Atak 630 da NZDni yangiligi chiqmagandi hali. Ha, chiqmagandi. NZD 8 da chiqqandi, 7.5 da chiqqandi. Mana 630 bam. Ko'rib turibsiz-a? Ko'rib turibsiz. Xo'p, bu yog'i nima bo'ldi endi? Mana bu bir hashlik boss bo'ldi. Bir hashlik boss bo'lgandan keyin ana haqiqat qaysi darajagacha yana ko'tarilib ketdi va yana hozir yana ko'tarilmoqda. Hayron qolish kerak. Prosta 22 registrda bunda kirish sal xavotirli, lekin normal. Ya'ni aytmoqchimanki, bizga bozor kirish ehtimolini berdi. Ya'ni butun 8 ta valyutadan bizada 9 tasi, ya'ni bemalol 5 tacha, mana bu 5-inchisi deyarli. 5 tacha deylik. 4 ta ko'rdikmi? 5 tacha imkoniyat berdi. Juda yaxshi imkoniyatlar berdi. Mana bu holatda o'sha yangilik chiqdi. Bunda men bozorda bo'lmaganman. Yangilik chiqdi. Mana bu 4H'lik high low, xullas low'ni buzib o'tdi, high bo'lgan, bom. Bizda 4H'lik berish trend, day time'dan berish trend ko'rib turibmiz. Va 1H'ga o'tamiz. Xo'p, 30 minutga o'tamiz va bizda berish low high va bizda o'ta yaxshi holat ko'rinib turibdi. Ya'ni bizda bir xil tepalik joy bor, to'g'rimi?
Bu nima? Bu liquidity. Biz ishlatadigan liquidity mana shu. Narx tepaliga turibdi. Ya'ni bir xil narx tepaligi turibdi. Ko'rib turibmiz-a? Bizda ochiq zona bor, to'g'rimi? Ochiq zonadan biz shunchaki berish trendga shunday kirib olamiz. Chunki hamma narsa o'zidek trend bo'yicha liquidity bam bam. Va bizada 1/20 reys kiraver. 1/20. Vau. Demak, biz bu hafta nima bo'ldi? Aytmoqchimanki, shunchaki to'xtanglar. Maslahat. Bo'ldi. Shunchaki to'xtanglar. Izlanishdan, o'rganishdan, nimalarni ko'rishdan shunchaki to'xtanglar. Bo'ldi. Ikkinchi. Instagramdagi videolar, reelslar, YouTube'dagi reelslar, shortslar, qo'ysam TikTokdagi reelslar ko'rishni to'xtatinglar. Trader voy onasi, savdoni kasb deb, birinchi kasb deb bilmaslik, savdoni mensimaslik, savdoda doimgidek vaqt ajratmaslik nima? Yo'q. Stop. Kerak emas. Agar odam mana masalan men просто umrimni mana shunga bersam, hammasi ketib ketadi hamma joy. Bu boshqa joyda ham. U yiban qaysidir aqlsiz aytayotgan bo'lsa, voy umringizni bering, nimadir qiling, mana buni o'rganing, vaqt ajrating. Vaqt ajratish tabiiy, lekin butun umrida emasda. 24 soatdan deyarli 4 soatini emasda. 24 soatdan может 1,5-1 soat kuniga. 4 soatni ajrating, doim o'qib o'rganing, xatolaringizni yozing. Yo'q, to'xta. Sen kimsanki, nahqa shunday qilyapsanki, nimaga menga o'rgatyapsan? Aytmoqchimanki, o'zing bilsang, nahqa o'tasan birov o'rgatib. Men bo'lganimda hech o'rgatmasdim. Men hozir o'rgatyapman. Shunchaki menda bo'layotgan narsani birga bir qani o'sha kungacha ko'p harakat. Xo'p, shunchaki tizimdagi narsalar bilib oling. Endi bozorga kirganimda mana bu yerni ko'rsam, voy, mana bu sport zona-ku. Mana bu bunday qarab, mana bu rezident zona-ku. Yoki mana bu FVG-ku. Yoki balki order block-ku deb, ya'ni chalg'imang. Qaysi strategiyani tanlaysiz? Shunchaki. Qaysi strategiyani tanlaysiz? Men order blockda o'sha order block bo'yicha savdo qilish taktikasini bir ko'rib chiqing. Shunchaki mana o'sha ICE deyman, shu ICEni bilmayman qanaqaligini rostdan. Sport rezidentni bilaman lekin. Chunki o'zim shunda ishlaganman qachonlardir. Ko'rib chiqing savdoga qanday kirish ketma-ketligingizni. Bo'ldi. Sizda qanday kontekstlar bo'lsa, kontekstlarni olib, o'shalarni ishlating. Bitta varaqqa yozing, men hammasini yozib olganman. Nima qilishdi? Bo'ldi. Shuni davom ettiring. Qancha vaqt? Может 3 oy, может 4-5 oy, 6 oy. Maqsad. O'zlaring, ya'ni o'zimni sohamda, o'zimni xos sohamga borib vaqtimni ajrataman. Til o'rganishim mumkin, vaqt ajratishim mumkin o'zim soham. Va shunchaki men bu yerda 8 tagina parani olaman-da, oyiga. Bir oyda balki o'zgartiraman, boshqa paralarga o'zgartiraman. Lekin USD paralar o'zgartirmasam, boshqa men bu yerda paralar o'zgartirishim mumkin. Shunchaki olaman-da 8 ta parani. Bo'ldi. Shunchaki oyda davom ettiraman. Masalan, bir hafta ichida menga 5 ta imkoniyat berdi. Bozor 5 ta yaxshi imkoniyat berdi. Da foydalanish kerak bo'ldi. Xolos, mana kirish ketma-ketligi mana bunday. Xo'p, weekly time'ni aniqlab olaman. Weekly bu endi keyingi haftaga, chunki bizda weekly time trend o'zgarmadi-yu. Kuchli berish trendiga aniqlanmoqda.
Просто trenddan qilaveraman. Dayda ham shunday. Dayda qanaqa? Qayerda logo nimani buzsa bo'lish bo'ladi. Qayerda damage zona bor? Narx nimani hosil qilyapti? Da 4hashda shuni yozib olaman. Qayerda logo yoki shuni yozib, bozor nima xohlayotganini tushunib olamanda. Agar bozor mana yoqqa o'tib ketsa, men mana bu yerdagi damage zonada kira olmayman yoki mana bu yerga tushib ketsa, supply zonadan mana bu yerga tushib ketsa, mana bu yerdagi damage zonadan kira olmayman agar kirib tushib ketsa. Agar mana bunday o'tsa bo'lish trend bo'ladi va biz mana bu yerdagi damage zonaga qaytib kelsa, men kira olmayman. Ya'ni просто bozor yurib ketaveradi. Siz uni orqasidan shuni reja tuzib ketaverasiz. Va qaysi rejangizga kelsa, ya'ni bu narrativ savdo deyiladi, ya'ni hikoya savdosi. Bozor yuraveradi, siz hikoya qilaverasiz va qaysi hikoyangizga qarab yaqinlashsa, tars savdoga kirasiz. Bo'ldi. Va hikoyangiz to'g'ri ketaveradi. Bizda candlestick pattern o'qish ham bor. O'qishni hamma bilsa kerak. Momentum mavzusida o'qiganmiz. Momentum savdosi degan videomizda ham bor. Qanday o'qish, shamda o'qish. Bo'ldi shu. Shuni hisobga kiramiz. Men o'rganganim shu bo'ldi. Bir haftada masalan 5 ta imkoniyat berdim va men 3 kun video bo'lganim uchun o'tkazib yubordim. Xudo xohlasa keyingi hafta shu yerdaman. Bozordaman. Bir hafta endi ko'ramiz. Bizda mayli, natija uncha muhim emas. Bizda asosiysi shu ketma-ketlikni qo'yib olish muhim. Va buyog'i sekin ketaveradi. Buyog'da o'zim ishim ham ketaveradi. Buyog'da tilim o'rganishim ketaveradi. Buyog'da bu ham ketaveradi. Bunga alohida vaqt ajrating, o'zingizni kasb deb biling, birinchi darajali ishingiz deb biling. Yo'q. Yippanmisan sen dalbayo. Nahot qilaman birinchi darajali ishim qilib bo'ynimga olish. To'g'rimi? Agar men birinchi darajali ishim qilib olsam, mana bu yerdagi 16 ta savdodan keyin, 16 ta minus savdodan keyin men o'zimni osib olishim kerak. Просто dumkaga chiqib, yana kattaroq lot ochib, ammamga yurib ketishim kerak. Tövbe subhanalloh. Shunaqa ibanlarga shunchaki mayli deyish kerak bo'ldi. Omadingizni bersin. Siz shunaqamisiz? Bo'ldi. Faqat mayli. Kursdan foyda qilavering. Omadingizni bersin. Bo'ldi. Sizga 5. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, men va'da bergandim oxiridagi yutqazish ssenariyini men yerga yozib qo'yganman. Qani? O'rgatish, study, change, ya'ni o'zgarish. Mana entry modulimiz markaz struktura bo'yicha va boshqa. Qanday ketma-ketlikni entry qilishimiz. Ya'ni boyagi. Hop, bizda yutqazishimiz 5 ta sababi haqidagi roligimiz, ya'ni kitobimiz Telegram kanalimizda bor. O'tib olishingiz mumkin. U silka, link kanal ostida bo'ladi. Xo'p, overlaring, ya'ni ko'p o'rganish. Bunda boya aytganimdek shunchaki bittasini tanlang. Sport demitmi, trend liniya bo'yicha savdomi, sport resistentmi, likvidlik savdosimi yoki ISTmi? Shunchaki bittasini tanlang. Qanday qilish entry modullar, nima qilishini, bozor bo'lganda nima qilishni bilaman. Bo'ldi. Bozor o'zi harakatlanasiz, uni bozorda oldindan kutib olasiz. Strategiyani aralashtirishda o'sha boyagi o'rganish oqibati. Bilim ko'p, qobiliyat kam bo'lib qolish, qanday tuzatish kerakligi. Ya'ni o'qiyverasiz, chalkashlik bo'ladi, bozorda ochasiz, chartda ochasiz, nima qilishni bilmay qolasiz. Qanday tuzatish kerak? Hozirda bilimingizga orasida faqat bittasini tanlab, oddiy qat'iy tizimga aylantiring. Buni amalga oshirdik biz. Yoki bir marta hammasini to'liq tozalab, bitta aniq yo'nalishga fokus qarating demoqchi. Maqsad grafikdagi tartibsizlikni yo'qotish deyapti. Bozorni bitta prizma orqali ko'rinishi. Ya'ni bitta o'zingizni strategiya asosida bozorni ko'ring va davom eting. Outcome focus. Yakuniy natijaga e'tibor qaratish. Boyagi aqlsizlarday bo'lsa, ya'ni
Boyagi aqlsizlar gapi bo'lsa, butun unutdi. Birinchi darsda ish izlab biling deganlar mana shu joyda o'lib ketishadi. Просто yakuniy natija. Bozor shunday joyki, u вообще ебанутый joy. Просто mana shuni o'zi yeb tashlaydi odamni. Outcome focus. Yakuniy natijaga qaratilganligi. Borayotib yakuniy natijaga bozorga mana soxta muvaffaqiyat deyapti. Bugun 100 dollar topgan tilida o'zini hosil qiladi. Ammo bu pulni qanday topganini tahlil qilmaydi. Xuysini. Shunaqa gaplar. Ya'ni natijaga e'tibor berish. Muhimi natija emas, muhimi tizimni to'g'ri va ketma-ket bajarish. Xolos. 3-chi, emotsional shortcuts. Ya'ni qisqa emotsiyalar kesmasimi, kesmami alohida savdogarlar emotsiyalari. Xo'p, qo'rquv tufayli erta chiqib ketish, ikkilanish, yolg'on umid. Ya'ni stopuz surishda yolg'on umid. Emotsional qisqa yo'llar eng katta xavf. Tayyor bo'lmay turib funding sotib olish. Masalan, men sotib olganman, mana hali tayyor emasman, lekin fundingim bor. Ikkinchi bosqichda turibdi. 7% zararli bilan 10% bo'lsa bam yopildi. Hisobni aylantirish Filippin akkaunt. Filippin akkaunt, ya'ni qimor o'ynash. Просто tars 10 ta 01 dan ochib tashlab, jalab YouTube kanalida xaosga tilada biznes ibanlar, qimorchilar. Xo'p, vaqt va mahoratni yo'qotilishi. Muhimi sizdan ketayotgan vaqt. Chunki просто bu dunyoda bitta narsa bor, ya'ni bitta narsa sizniki. Vaqt. Boshqa hech nima sizniki emas. Hattoki mana shu til, tana va kompyuter ham hech qaysi sizniki emas. Shunchaki vaqtingiz sizniki va vaqtni qayerga ishlatish bu sizni istaydi. Xo'p, keyingi 4-chi natija. Xo'p, 4-chisi Reset of Richt. Doim haq bo'lishga intilish, ya'ni xato qilmaslik. Yomon qo'l, yaxshi qo'l. Yo'sinam haq bo'lish istagi. Doim foydada bo'lish istagi. Bu yaxshi emas. Xo'p, Lack of good system. Yaxshi tizim yo'qligi va mana shu oxirgisi. Yaxshi tizim yo'qligi. Yaxshi tizim yo'qligi. Shunchaki tizim quring. Shuni chartda ochamiz. Bozorga kirish nimaga? Nima qilsam bozorga kiraman? Qanday kirib kelishim mumkin bozorga? O'z strategiyasi asosida men strategiyam Superdem strategiya haqida. Qisqa ko'p vaqt bo'lib ketdi, videoga ham 40 minut oshib ketdi. Shunchaki chartda ochdik va bizada berishlanligini bildik. Boyam aytdim, yana ham aytib o'tirmay. Xulosda yaxshi savdo, yaxshi harakat, yaxshi natijalar. Shunchaki ketma-ket qilish. Bo'ldi. Hammaga omad tilayman. Qo'yinglar shu Instagramdagi influencerlar gapini. Qo'yinglar, nima kerak? Nima kerak? Shunchaki mana shuni chat oching. O'zi nima qilishingizni bilib oling. O'zi nima xohlayotganingizni bilib oling. Shu bilgan narsangizni yozing va qaytaring. Har hafta nechta valyuta tanlab. Maqsad kam valyuta tanlab olsak, shu chalg'ishimiz kamayadi va asosiy bozor qanday harakatlanganini ko'risha olishimiz mumkin. Rostdan ham agar tezroq o'rganaman desangiz, mana Forex Reply bo'yicha ham ishlasangiz bo'ladi. Xuddi shu siz yozgan strategiyangiz bo'yicha ketmaylikda. Xullas, hammaga xayr, hammaga omad. Hop, bu 5-may kuni bo'lgan savdomiz bo'ldi. Bir haftalik savdomiz yangi tizim haqida. Endi video menimcha kam chiqadi, juda ham kam chiqadi menimcha, juda ham kam chiqadi. Chunki o'zi doim tizimga o'tib oldik. Xudo xohlasa davomiy bo'ladi bu. Ya'ni hech qanday o'rganadigan narsamiz qolmadi. Shunchaki endi o'rgangan narsamizni ishlatib
o'zgarishimiz kerak. Biz hammaga xayr, omon bo'linglar.